Mana bu ip bozorda 7,5 ming atrofida turadi. Qaychisi bor overlock bilan qaychisi yo'q overlock orasida ipda qancha rasxod borligini hisoblab chiqamiz. Qarang, hozir mana buni qancha ipligini, necha metrligini o'lchaymiz. Bugun necha olamiz, ehtiyotlab bu yerda ochildi ipni. Endi mana bu yerdan ignani ochib olamiz. Mana bu yerda bitta qator igna va yana bitta qator igna bo'lishi kerak shu yerdan. Mana ikkinchi igna ochildi mana. Mana bu yeri matosiz. Bu 18 sm ip mana ikkita qator. Endi uzun joyi qarang qancha rasxod bo'ladi. Bu 1 metr, 1 metrdan 2 qavat ipligini hisobga olsak mana 1 metrdan 2 metr va 10 sm deylik. Tak 220 ga qo'shamiz 18 ni 238. Bir tarafi 238. Endi bu tomonini o'lchaymiz. Mana bu ham 50 santimetrdan 2 qavat bo'lgani uchun 1 metr. 238 ga 1 metr qo'shsa 338, 8 santimetrdan 16 santimetr. Biz hisobladik, bitta futbolkada 8 ta kesishma bor. 8 ta kesishmada 4 metrdan hisoblaganimizda 32 metr. Har bitta futbolkaga 32 metr ip rasxod. Har bitta futbolkaga 48 so'mdan pulingizni mana shu mashinka tejab beradi. Bu mashinka karkidon motor bilan jihozlangan bo'lib, podyom lapkalari, qaychilari hammasi Shagvi motorda ishlaydi. Har bitta futbolkaga 48 so'mdan pulni tejayman desangiz, mana shu mashinkadan tikuvchilaringizga qo'yib berasiz.